Günde gün ara efirə tələdim. Hazır efirə çıxsam, çıxamam bir gap söyləsəb, gapiraman, gapirgan gapim bir soatdan keyin yani qanaqadir kanallarda aylanib ketgan bo'ladi. O'shuncha efir qilishga ham odam cho'chiydi. To'g'risi ham-da, o'zi bo'lmasa kunda kun ara efir qiladigan odam edim men. Jat, ne deb shatir. Qaynona, siz mashhur bo'lib ketdingiz, lekin o'zga gap yo'q. Rahmat. Da xayrli. Allohim menga xayrli qilib qo'ydi hamma narsani. Allohimga oson. Allohga hammasi oson. Ishoninglar. Hech kim bilmagan narsani, hech kim ko'rmagan, hech kim eshitmagan narsalarni Alloh o'zi yozgani biladi hamma narsani. O'shaning uchun jim, xotirjam kuzatish kerak. Men shunaqaman. Men doim shunaqa bo'lganman. Jim kuzatib o'tiraman. Juda qattiq nafsoniyatimga tegsa va yoki sha'nimga va yoki o'g'limni nafsoniyatiga, g'ururiga tegadigan biror gap bo'lsa, lekin unaqa paytda jim tura olmayman. Bo'lmasa u oldingi efirlarni vafsha qilmasdim, to'g'risi. Umrimda deyil, ya'ni. Hech kerak yo'q. O'g'limni juda yomon yozishdi. Bu narsani Allohga havola qilganman. Kim meni sha'nimga, o'g'limning sha'niga, g'ururiga yomon yozib, juda jirkanch narsalar yozib tashlashganda odamlar. Odamlar o'zini hayoti ham yo'q, nima qilsin, bechoralar. Ularga ham achinasam, o'zi baxtsiz, bechora o'zini baxtli ko'rsatish uchun har nima qilib yotishibdi. Og'ziga kelganini yozishadi, og'ziga kelganini valdirashadi. Hech birovga negativ komment yozmagan. Bittagina negativ komment yozganman. Mol deganman bittasiga. Bolachasi uxlab yotadi-da, onasi kelib unga prank qilish uchun ustidan kichkina bolani ustidan suv quyib yuboradi-yu, ko'rganmisizlar o'shani? O'shanga mol bitta o'shanga negativ komment yozgan ekanman. Mol deb yozib ketganman o'shanga. Dim yurakim yomon bo'lgan. Tasavvur etinglar, bolangiz uxlab yotibdi-dan, вообще-то bola emas, o'zi bunda kattadan uxlab yotsa-da, uyqungda ustingga birorta suv kep suv to'kib yuborsa. Вообще umuman men narsani yurakim, bitta shuni yurakim ko'tarilmaydi. Oh! Mol deb yozib ketganman o'shanga. Odamlar umuman meni bilmaydi, meni tanimaydi. Umuman men to'g'rimda informatsiyaga ega emas. Bolam to'g'risida ham biz nima hayot yashaganmiz, hech narsani bilmasdan turib juda ko'p mazg'avalar ag'darishdi. Alloh rozi bo'lsin hammasiga, Allohim kifoya bo'lsin. Hech narsa demayman. Deyishni ham xohlamayman, menga yarashmaydi, men tarbiyamga umuman to'g'ri kelmaydi. Bitta narsa baxt tilayman hammasiga. Chunki baxtli odamni boshqalar bilan pachakilashishga vaqti bo'lmaydi-da. Chunki men rostdan vaqtim yo'q. Rostdan o'zim yaxshi ko'radigan, atrofimdagi sevadigan insonlarim bilan, kasbim bilan, o'g'lim bilan, oilam bilan bandman. Menimcha onam kel. Hang apa? Balam! Balajonum! Yaxshi. Murat keldi. Kelamiz. Apka Xorazmcha so'llaymi? Yo'q, o'zi Toshkentcha adabiycha gapirsam chiroyli gapirman. Prosta Xorazmliklar hozir, dilingni sotdingmi? Otamaga ham bo'sturpok deb yozasizlar, shuni sal yemaganroq Toshkentcha gaplab turibman. Sizlar ham ko'ngillaringizni o'ylab turibman. Ko'rdingizlarmi? Nima deyman? Ko'ngilchangizmi?
Keladi hozir kaltak kishi. Hozir pishadi azman. Kofi yashab qo'yamiz. Voy. Gel. Etselam. Ne biçimde tiktiniz ne? Ne işletip geldin? Nereden geldin sen? Ой, привет. Скажи привет. Скажи. Привет. Ой. Etselam. Kan yemin geç öyle. Maşınımızdaki Mamak. Kane Murat. Ha? Ha? Kofeni görmedin mi? O serveni yiyecek edazdı. İşte çözmeyen adam. Ben girdim koy. Gelmeyecek. Balam. Primo efir'e oturmadım ben görsen balam. Nege papa? Görüşünü ayıp geldiniz mi? Lanet geldi buraya çıktı. Bir tane taksisem vermedim. Hep telefon yoktu. Neydi? Havam dedi. Balam gel bir yere gel. Balacığım. Aynen verdim az Kofeni shunaqa yaxshi ko'radi. O'zi ozginacha ta'mini ana qilaman, o'zi tushunib qolgan. Kofe men har kun ichaman. Kofening ta'mini juda ham tushunib qolgandek, mumkin emas u kichkina bolaga. Baribir qo'ymaydi-da. Bemalol yurib borsa havo. Balam! Murat! Shohlo dabar! Murat! Papa oyog'ini rezina papa kedirmang, oyog'ini og'ritadi. Bizda uyda gilanmas-ku, g'oli yo'q-ku. Ha, gel bera, gel. Opa yaxshimi? Voy Sanatbek, yaxshimisiz? Ertaga bir o'g'limning tug'ilgan kunidagi treylerni ishlab bersangiz, bir Instagramga qo'ysam. O'g'limning tug'ilgan kuni qanaqa bo'lganini bir podpischiklarim ko'rsa, Sanatjon juda ham xursand bo'lardim. Sarvar? Azizbek bilan gaplashdingmi? Ne dedi? Doniyor bilanmi? Doniyor hozir yozib o'tiradi menga Instagramdan. Ha, dedimi? Yaxshi. Sendviç attım, yeysanmi? Konsertni shu YouTube'a qo'yish problem bo'lib turibdi shuni ertaga qo'yamiz inshaalloh bo'lsam xudo xolasa inshaalloh. Bir ravancha bilan kelasiz. Administratorim bilan bog'lanasizlar. Promosiya o'tiradim, ko'rsang. Dilda suhbat loyihasini o'tirib berib o'tiraman. Inshaalloh ertaga qo'yamiz qachon. Mayli. Men siz juda ham ko'zlarimni 25 ming milliard bo'lib kutaman, xudo xohlasa. Kimmi? Sanat Murat tug'ilgan kundan treyler ishlab bering deb o'tirdim. Yaxshi. Iminiga? Murat. Ey, Nega borib kelding? nina borib kelding sen? Kaltak kishi, beraga bera. Yeyimlar, naqon qat-qatli. Shuni ayt. Kolkotchilading. Gördüm, hayxalam video tashladim menga. Yaxshi tutdi. Siz nasi yomon qo'nim? Apam aytibdi, ko'jali petki. Qani oldu? Veysal bilan duetingiz qachon chiqadi? Xudo xolasa chiqadi. Sizlar hozir qayerda yashaysizlar? Qayerda? Urganchda, Xorazmda, men o'zimning uyim bor.
Özüm uyumda yaşayman. Balam bilan. Nega papa? Kılıçlı. Gel. Mamak. Yomon ko'p narsa yerkansiz yarim kechasi homiladorlarni Alo. havasini keltir. Voy, Sağ olun. homiladorligimda ham shunaqa edim. Har kun Tamam. efirga o'qib olib, choy ichib, mazza qilib, har xil narsalar pishirib yeb o'tirar edim. Momatuk. Bar kılımız akşam London'da burada bak. Momatuk. Hı. Alaykum assalom. Ya, ya sağ olun. He. Ha? Çay koy dedim. Baba. He demledim mi? Kaç ağdayım? Tahaber. Murat. Yaxshi o'rtoqlar. Soğuşak duran bu yılınla. He ilayim balam şimdi evde. Gel, ben çay hazırlayayım, ben çay. Soğuşak duradı. Al sen beni al, ne o yedin? He. Başına etreşek duradı. Dinlep duradı. Mama. Ne soğuşak sevmem mi dinlep? Atan nadap gep tappa tuttum ağzın. Aytıber önemli çıklıkin bilmiş mi ya da? Sıv ise damakından, geçir ise bıkınından görülerdi bu. Sinema. Oho. Shandaylar bilan bilsa zo'yim. Öyle bir şey bu. Ve dostum isla. Ya sen çakırızı ya ülken çakırızı. Şkolda dinle. Shahlopa bolangiz uchun Zor men so'rang. aliment to'lasham yo'q. Men bolam uchun hech kimdan hech qachon yordam so'ramaganman. Bolamni katta qilganman, hech kim yordamga muhtoj emasmiz. Murat. Bolamdagi yana 25 ta bolani ham asrab olishga, boqishga kuchim yetadigan darajada Allohim qodir qilib qo'yibdi. Rahmat. Savol uchun hech kim yordamga muhtoj joyim yo'q. Murat. Balam. Yaman kul. Balam, blatnoyim. Oy. He, imon choyda bo'ylab turibdi. Neni, bolni. Bol bu balam, bol. Bu sana mumkin emas. Telefonda çay sabitsek. Hozir o'zi o'chirjak edim men efirni. Choy ichak edim. Muradullah.